eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Gentra mashinasi bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyali avtomat mashina 52 000 kilometr masofani bosib o'tibdi. Lyuklari, hamma narsasi bor. Balonlari yangidek turibdi. Xo'p, salonlarni ko'rsataman. Salonlarni ham ko'rishlar mumkin. Chig'ollari bor, ko'riklari, ko'riklari bor ekan. Patroylari, chig'ollarni yaxshisidan qo'yilgan ekan. Temir metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkalarida ishi yo'q deyaptilar. Optira stoplari bor ekan. Orqa kamera, biz haydashga tayyor ekan. Motor hadovoy korobkalarda umuman ish yo'q deyaptilar. Xo'p, bitta mana shu kapotini uchki qismida kraskasi bor ekan. Keyin bitta kriloda kraska ekan. Mana shu xullas bitta krilo bir tomon kraska bo'lyapti. Kapotni uchida pitno bo'lyapti. Hamma yo'g'ini bir qator yaxshilab tekshirib olsalar ham bo'ladi. Bir ikkita mayda chiziqlarni polirovkaga yetadi. Aytib qo'yapman. Xo'p, ishonchnoma ham qilib beraveradilar, faqatgina 1-2 oyga. Agar mingani bo'lsa, sразу o'tkazib olinglar. $10,950 ga berib oladi. Telefon qilib baraka qilib